Qarmang aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka. Aka Instagramdan videoyingizni ko'rib keldim. Chimadanli gantel kerak edi. Uyga olmoqchi edim. Obzorni qilib beraymi bitta? Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka, keling. Keling aka, men olib bemalol o'tiravering. Ostiga hammasini tushuntirib beraman. Aka, ko'rganingizdek, naborimizda 55 kilolik xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu komplektning ichiga nimalar kiradi deydigan bo'lsangiz, aka, ikkita ganteli bo'ladi va ikki xil ko'rinishdagi grifi chiqadi. Ya'ni zigzag grif bilan tekis grifi bo'ladi. Undan tashqari nikelli mana shunaqa ko'rinishli toshlar bo'ladi. Yana bitta ahamiyatli tarafi, bular nержавейка material bo'ladi, aka. Xo'sh, qo'shimchalardan ikkita отжимание qilish uchun upori chiqadi, og'ir vesni ham bemalol ko'taraveradi. Undan tashqari, aka, mana bunaqa qo'shimcha girasi ham chiqadi. Unga piramida qilib toshlarni tiqib qo'yaverasizda, bemalol gira sifati, ya'ni polvon toshdagi qilib ko'tarib ishlatsangiz bo'ladi. Qo'shimchalari mana shunaqa nikelli boltlari va imенно gira qilib ishlatish uchun mana bunaqa plastmassaviy boltlari ham chiqadi. Bo'ldi aka, menga ma'qul. Narxi nechi pul ekan endi buni? Narxini bilish uchun kommentariyada plyus belgisini qoldiringlar. Aka, men bu yerdaman. Okey? Sizga narxini alohida qilib aytaman. Kamera o'chirib tur.